555 video bo'lyapti. Links abbiegen auf Strada Linz. Dann rechts abbiegen auf Strada Collins. Mana Strada Straße. Ha? Kreisverkehr nimmt die erste Ausfahrt auf Strada Berto. Mana shu tog'larning ortiga, xudo xolasa, Rechts abbiegen auf Strada mashinani Collins. tagiga borib qo'yib, piyoda chiqib borar ekanmiz. Kelishyapti 4,7 orqamizda ham. Kilometer. Xuddi ikkita toshni ustma-ust qo'yib qo'yganga o'xshaydi mana bular, ha? Bugungi 3-kun sayohatimiz Cappana Alpina. Hütte deymiz nemis tilida. Demak, restoranchasi, ovqatlanadigan joy va mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu ikkita tog' orasidan asta-sekinlik bilan birgalikda sayohatimizni boshlaymiz. Bugungi manzaralar mana shulardan iborat. Yuqorida sharshara bo'lsa kerak, chunki mana bu yerda pastda suv oqyapti. Albatta tog'ning ustidan erigan qorlar sharshara bo'lib tushishi mumkin. Demak, sayohatni boshladik. Bolalar ham mana sekin yo'lga chiqishdi. Birga karta o'rganishyapti. Kecha birinchi kelgan kunimiz 11 kilometr yurgandik. Kecha 13-14 kilometr yuribmiz. Qani bugun necha kilometr yurar ekanmiz ko'ramiz. Yog'ochdan ajoyib bir skulpturalar yasalishdi. Chiroyli. Cappana Alpina. Juda ham chiroyli manzaradamiz hozir. Atrofimiz aylanasiga tog', faqat kirgan joyimiz mana orqada ozginagina ochiqlik bor. Qolgan joy bo'lsa mana bunday mana tog'liklardan iborat aylanasiga. Sekin asta mana shu yo'l bilan hozir mana shu tog'ning yon atrofidan o'tib tog'ning ustida yalanglikka chiqar ekanmiz. Ha, mana bitta nemis Berkheil deb ketyapti. Mana güzel manzara. Mana eng yalqov alpinistimiz mana endi chiqib keldi. Biz bo'lsa bu bolani kutish maqsadida kofe break qilyapmiz. Tanaffus 40 minutlik yo'ldan so'ng mana xush kelibsiz. Guvalade terlar chiqyapti. Yo'llar juda ham chiroyli. Mana dam olib o'tirishdi. Keyingi yo'lni plani yuqoriga qarab chiqaveramiz, xudo xolasa. Mana orqamizda chiroyli qizil tog' bor ekan. Tabiat. Juda ham chiroyli. Anoyi alpinist masa bular ham dron ham olishibdi. Bismillah. Bo'lar ekan mana. O, uchib ketayotgan ana. Sizda video. Avtobanga chiqib keyin. Chiroyli qilib hozir dron. Avtobanda. Lukni ochib qo'yma. Dam olishlar. Haqiqatan mashina bilan birga yurmaydi. Nechi kayma? Nechi tez yuradi? Davon aka? 30 ga yursa kerak a? Mana alpinist kecha o qorni ustiga chiqib yurgan. Gapga kirmaydi, qayt desa ham qaytmaydi. Subhanalloh deb chiqib ketyapti, qayt desa hozir deb qo'yadi. Siz tushavering deb qo'yadi. Ozgina dam olib, shunday chiqsak, mana bu yerda aylanasiga juda ham bir g'alati joy chiqib qoldi. O'rta bo'sh dam oladigan joy ekan mana bu yer. Skameykalar qo'yilgan. Xo'p.
Bolalar yo'lda davom etyapti, chunki hozir dam oldi deb. Hali ketilyapti sekin-asta. Biz yana yo'lda, chiroyli joylarda. Yana bolalar terilib olib yurishdi, qarang. Dolomiti tog'larini zabt etish payidamiz. Hali ham ko'tarilishda davom etyapmiz. 1 soat va 15 minut yurish bo'ldi. Bolalar mana dam olamiz deyishib, o'tirishib hozir kofe, choy, mayda-chuyda dam olish bo'lyapti. Tabiat shaydolari. Hozir kelgan joyimiz mana juda ham bir chiroyli yo'ldan yurdik. Mana shu pastdan keldik. Mashinamiz o'sha vodiyda boshlanishiga qo'yilgan. Mana shu uzun yo'l bilan asta-sekin ko'tarilib keldik shu yuqoriga. Yonimizda bitta katta qoya bor ekan. Qoyadan yo'l davom etib, demak, keyingi tog' sari, keyingi qoya sari yuramiz. Tog' yonbag'rida mana shunga o'xshagan keng bir yaylov bo'lishi kerak. Ana shu yaylovda yana bir dam olamiz. Uzoqda bir sharshara ko'rayotgandek bo'lyapti. Hozir qaraylik. Ana shu yerda sharshara bo'lsa, sharsharani ham bir qator ko'rib ketamiz. Mana chiroyli tog' manzarasi. Dolomiti regionidamiz Italiyada. Ikkita qoya orasiga kelganimizda mana bunday soy oqib o'tyapti ekan. Hamma selfie time'da. Birozgina tanaffusdan so'ng yana yo'lga chiqdik. Mana kelishyapti yigitlar. Tanaffusni o'sha pastdagi ochiqligida qilgan edik. Ana shu yerda. Hozir anchagina ko'tarildik, mana orqadagi tog'lar ham sekin-sekin ko'rinishni boshladi, ochiqlik. Bu tomondagi tabiat manzarasi, tog'lar, shunday ikkita tog' orasida darada ketib boryapmiz. Kayfiyatlar yaxshi, xudo xolasa. Dam olishlar zo'r bo'lyapti. Shaharda yurib hech sport qilmayapmiz dedik, mana 1 yillik sport talaqasini olib oldik, xudo xolasa. Sport zo'r bo'lyapti haqiqatda. Faqat piyoda kuniga birinchi kuni kelganimizda 10-11 kilometr yurgan edik. Kecha 15-20 bo'libdi. 15 kilometrga yaqin yurdik. Menda 14 necha ham ko'rsatdi. Hozircha bugun kamroq bo'lishi kerak. Hali endigina boshlandi. 1,5-2 soat. 4-5 kilometr bo'ldi. Demak, qaytishimiz ham 4-5 kilometr bo'ladigan bo'lsa, kamida bugun ham 10-12 kilometrni yurgan bo'lamiz. Hamma o'z. Ko'pi bor. Xuddi bozordagidek. Bo'laveradi. Lekin ana bolani maqsadini men hali bilganim yo'q. Alpinisti. Sotmadi, hali aytmadi. Oyoqlarini to'g'rilayotgan bola. Kecha men maqsadimga yetmadim. Ketaverdi. Maqsadingga o'rdi dedim.
Oxiri yaxshi yonimdaligida Elbek telefon qildi-da, aytdim, mana Elbek telefon qilyapti. Yuqoridan tushib keldik. Mana yuqoridan tushib kelganimizdan keyin ajoyib bir joyga tushdik. Daradan yana yo'l davom etyapti. Ikki tomonimiz, deyarli hamma tomonimiz tog' bilan o'ralgan. Orqada Instagram bob juda ham bir chiroyli tog' bor ekan mana. Ko'rinish juda ham chiroyli. Mana biroz endi tomosha qilamiz. Esdalik uchun rasmlar, videolarni olib qo'ysak, xudo xolasa. Uyga borganda uydagilar bilan birga baham ko'ramiz rasmlarni, ularni ham olib kelishdi. Menimcha deyarli hamma bola niyat qilib qo'yapti hozir. So'rab ko'rsam bo'ladi, ha? Mana bir so'rab ko'raychi. Uydagilarni ham bir olib kelaman deyapsizmi, Davron aka? Telefon qilib aytdingizmi? Uyga, ha? Siz uydagilarga rasmlaringizni ko'rsatdingizmi? Nima dedingiz? Afsuski, har bir qadamni muhrlashni ilojisi qolmadi, chunki xotiramiz to'ldi. Ko'p video bo'lgani uchun 3 kunda. Mana bu chiroyli manzaralarni video qilmaslikning iloji yo'q, shuning uchun applarni, aplikatsiyalarni o'chirishni boshladim. Hali yo'limiz davom etyapti, mana. Juda ham chiroyli joylarda. Vau. Afsuski, O'zbekistonda ham shunaqa joylar ko'p, lekin biz yozni jazirama issig'ida ta'tilga borganimiz uchun bunaqa turlarni o'zimizning yurtimizda qila olmaymiz. Endi xudo xolasa biror bir salqin oylardan birida hech bo'lmasa 10 kunga borib bo'lsa ham 3-4 kunida o'zimizni jannat makon yurtimizni tog' va toshlarni ham bir kezib kelishdi. Dilga tuyib qo'ydik, xudo xolasa. Wow. Davronbek Tojaliyev tog' kezish bo'yicha O'zbekistonda juda ham mohir. Deyarli bir oyda bir 2-3 marta tushadi cho'qqalarga. Biz ham mana Germaniya, Avstriya, mana endi Italiyaga o'tdik. Tog'larni kesib dam olib yuribmiz. Nima qayerda qoldi? Behruz ketib qoldimi? Mana bu alpinist bolamiz bir o'zi gruppadan ajralib chiqib ketib qoldi. Darada yarmigacha chiqib kutib turishib qolganlar. Olib tushish kerak endi. Bir o'zi yurmasin deb orqasidan mana ko'tarilyapman. Necha metr balandlikdamiz xudo biladi. Lekin subhanalloh, tog' juda ham bir boshqacha haybat. Odam o'zini mitti zarradek his qiladi-da. Atrof aylanasiga faqat tog'lardan iborat. Alpinistni bir amallab topishim kerak. Tepada kichkinagina ko'l bor ekan. 1,5 soatlik yo'l. Shu tomonga qarab yurib boribdi bir o'zi. Qopib bitta video qilaman-da keyin. Mana qidirib qorlargacha yetib keldim. O yerda izzi yuribdi odamlarning izi. Mana bu yerda mana qor erib suv oqyapti, sharshara. Mana shu pastlikdan oqib ketgan bo'lishi kerak. Demak. Mana shu yo'lakdan yurib keldim. Orqada sheriklarim yetib kelishdi mana. Endi anu bola
Bu yoqdan yo mana shu qoyaga chiqib ketadi, yoki bo'lmasam mana shu tepalikdan sekin mana shu izlar bo'yicha ketgan. Hozir topib qolarmiz. O, ana bu yerda tog' echkilarimikin yurishibdi. Ha? Echki ekan. Mana. Echkilar yuribdi. Ana echkilar ko'rsataman, qara. Qara echkilar ko'rsataman. Voh. Mana. Teparog'ini qara o'tiribdi. Mana keyin qilamiz endi tozalab. Nima qor kelyapti? Yo suvni bosdingizmi? Bilmadim video. Qorda yurganimiz. Ana dam oldik-ku uni pastda, o'sha yerga tushyapti endi. Tepaga yurolmadi shekilli, o'sha g'aldan hali u sirg'anatda chiqqan saringiz. Bu yoqdan tushsangiz maza qilib tushasiz avval sirg'anib. Shohmordonni eslatyapti menga. Shohmordonda ham shunaqa yurardi, yerda yo'l yo'q-ku. Alpinistni qidirib mana toqqa o'tib qoldi. Yo'lda anavi nima sharshara oqyapti. Oyoqni bossangiz 50 sm kirib ketadi. Alpinist o'zi o nari tog'da yuribdi ana. Bizdan qolib ketibdi alpinist. Kelyapti endi. Oyog'iga suv kirgan. Bu akalar. Berigisidan mana bu yerdan yuring, o betda cho'kasiz hozir. Aytdi sharshara bor. Tepadagi yo'ldan yuring. Toshni ustidan, toshni. Omali Davron akamga nima berdingizda motivatsiya? Aleyküm. Chiqmaganingizda chiqmasdi bu yoqqa. Ha, video. Kelyapti ana alpinist. O'zim endi mana. Ko'zlarim yumilib, qiyshayib yurardikmi? Yo'limiz 20-30 santimetrlik qor. Bizdan oldin yana kimdir o'tgan ekan. Yaxshi mana shu izni bosib yuryapmiz. Xavfli bo'lsa-da endi ortga yo'l yo'q deb chiqib kelyapmiz mana. Nima bo'lsa bo'ldi. Zabt etamiz deganmiz, zabt etamiz endi, iloji yo'q. O'zi Kattaroq joyga to'xtang. eng sirg'anaman-da mana bu toshda. Sizlar yaqin keldilar. O'zi eng balandga chiqqanlaring necha metr bo'lgan? Ha? Eng xavfli ishni o'zim qilyapman shekilli. Qo'limda kamera teskari yurib. Sirg'ansam ham jan tushaman o'shaqacha. Lekin xavfli emas. Yotib olsangiz qor o yarimgacha sirg'alasiz, bo'l to'xtaysiz. Lekin mana qaranglar. Voy. Azza. Qoya. Anular chiqmadi-da lekin. Pik. O'shadan tushsak bo'lsa kerak-a? Alpinistlar mana yetib kelishdi tepaga. Qordan zo'rg'a o'tib sal quruqlikqa chiqib oldik. Bu yerlarda eribdi. Biz endi kelgan vodiyimiz mana shu tog'ning orqasi bo'lsa kerak. Ha? Qanaqa ko'rinar ekan? Keylar endi,
Kampdan juda zo'r ko'rinar ekan shekilli. Qalay omon? Ha? Kikka tushsa bo'lar ekan. Bitta sakrasangiz yetasiz. Ha, haligi yo'l. Haligi yo'l. Yo, lekin qayoqqa tushamiz deysiz? Yo'l yo'q-ku, u yoq tikkada bo'lib qolsa-chi? Mana mendan. Mana bu bola mana ozodlikni his qilyapti o'zicha, alpinist. Shuni qidirib keldik biz. O'zi nariyoqda yuribdi. Daraxt orqasiga o'tirib oldi. Nima qilyapti o'zi kim bilmayman. Shu yerdan keldik biz. O'sha yerda mashinani qo'yilgan vodiyga. Menimcha bugunga oxirgi video bo'layapti. Alpinistni ushladik. Endi yo'limiz aslida mana bu yerdan ketish kerak, lekin bu yerda qor juda ham qalin, xavfli va mana shu qoyani ortidan o'tib ko'lga borib, keyin mana shu tog'dan yana asta-sekinlik bilan pastga tushishimiz kerak edi. Lekin mana bu balandlikdan tushish bilmadim qancha davom etadi va biz mana bu yerga borishimiz kerak. Chunki bu yerda mashinalar joylaganmiz. Endi iloji yo'q. Ortga qaytishni o'ylamayapmiz, chunki ortga qaytishimiz yana o'sha bir xil ko'rinish bo'lishi mumkin deyapmiz va lekin biroz riskka yuryapmiz. Hozir rejamiz mana shu daradan, mana shu yerdan turgan yerimizdan asta-sekinlik bilan pastlab borish va mana shu yo'ldan sekin asta dara bilan kelgan yo'limizga qadar tushib borish. Mana shunday holat. Shunaqa gaplar endi. Bugun alpinistni rosa eslab yurdik. Yo'l bo'yi esladik. Lekin afsusda emasmiz. Hozir qaysidir bir yo'limizda ko'rgan, pastdan yo'limizda zo'r ekan deb ko'rgan qoyamizni tog'ni ustiga chiqdik. Aynan mana juda ham baland joyda turibmiz. Shuning uchun hammamiz kayfiyatimiz zo'r, bolalarning kayfiyati zo'r. Men bitta intervyu qilib qo'ysam yaxshi bo'lardi. Xo'p, demak, intervyuni boshlaymiz. Yo'lga, ya'ni qaytishga tayyorgarlik. Mana yo'lboshchimiz Omonullo Farg'onaning Oltarig'idan, yonlarida mana Davron akam Surxondaryoning Boysunidan alpinist, bugungi kun qahramoni. Rosa so'kishdi. Pastdagilar hali rosa eslab o'tirishdi hozir. Behruz Buxorodan va Kamina o'zimman. Yo'lboshchi. Yo'limiz endi qanday bo'ladi? Bu yo'l o'zi belgilangan yo'lmi? Yo'q. Hozir qaytamiz desa yo'limiz uzoq bo'lib ketarkan, shunga osonroq qayerdan chiqa qolamiz. Qisqartma yo'l olmoqchimiz. Yo'lni bitta ko'rsatib qo'yaman, mana shu yerdan mana shu turgan tog'imizni yonbag'irlab, sekin asta o'sha ilon izi qorlardan borib tushishga harakat qilib ko'ramiz. Agar tusha olmaydigan bo'lsak, boshqa ilojimiz yo'q. Baribir tushishimiz kerak. Davron aka, hozirgacha bo'lgan taassurotlar qalay, nima bo'ldi endi bu yog'i?
Ha? Biz o'zi bunchalik darajada himoyalandik. Adrenalin olishimizda mana har kuni taassurotlarga bo'y nima bo'lyapti? Nima deydi? Yurishda endi paxot deydi-ku. Xayr. Bu bilan mana qadam ba qadam zo'r bo'lib ketyapti taassurotlar. Endi bu hozir taassurotlar hozir juda ham boy. Mana u borgandan keyin buni bir eslab, mana rasmlarni, videolarni ko'rgandan keyin yana bir marta taassurotlarni boshimizga o'tkazamiz. Nasib Xudo xohlasa, endi eng asosiysi eson-omon tushib bo'lsa. Rahmat Behruzjon. Tushishdan Xavfsiryapman, to'g'risi. To'g'risi xavfsiryapman, chunki men tepalikdan qo'rqaman, bilmadim endi qanday. Menga o'zi tepalikka chiqish uncha muammo bo'lmaydi, shu qaytib tushish faqat muammo bo'ladi. Lekin mana bu cho'qqilarga chiqmoq deydi-ku, ha? Qor qalinlik qildi, yo'lda Qo'rqanlik qildik, ha. tagi erib ancha suvlashib qoldi. Endi mana oyoq kiyim ham sal pan berdi. Suv Endi o'tyapti. Shuning uchun mana Behruz alpinistimizga so'z. Bugungi kun taassuroti. Assalomu alaykum hammaga. O'zi ketib qolishdan maqsad bo'ladi. Odamzod qaysidir cho'qqilarni ko'zlab yashashi kerak. Cho'qqilarni ko'zlab, sarguzasht izlab keldik. Bugungi kun uchun mana shu cho'qqilarning ustiga chiqishim kerak edi va chiqdim. Qaysidir ma'noda. O'zi tepaga chiqish, Davron aka aytganday, juda oson bo'lar ekan, lekin pastga tushish juda murakkab bo'ladi. O'sha cho'qqidan tushayotganda juda yaxshi his qildim. Lekin Xudo xohlasa sog' salomat yetib boramiz. Sarguzashtlarga boy bo'lyapti hammasi. Tushishimiz ham sarguzashtlarga boy bo'ladi va yaxshilik bilan tugaydi degan umiddamiz. Xudo xohlasa mana kelganimizga hech pushaymon emasmiz. Shuncha cho'qqilarni ko'rmagan cho'qqilar ko'rdik. Bu toza havoda chuqur nafas olishda o'zi bo'lmaydi. Bu yerga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Allohga shukr, shu joylarga yetkazganiga. Xudo xohlasa endi pastga yana qaytib tushib olsak, nasib qilsa sekin uyga qaytamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling. Biz demak yurishda davom etdik. Men ertaroq yo'lga chiqdim. Mana qanchalik tepadan tushib kelyapti. Tikka yo'ldan sekin tushib kelishyapti. Xo'sh. Yana tushish pastlik mana bu yerda tikka. Lekin ehtiyotkorlikni juda ham oshirganmiz. Sekin asta harakatlanyapmiz. Sekin asta ehtiyotkorlik bilan kelyapmiz. Yo'lda ajoyib bir sharshaga duch keldik mana. Juda ham bir chiroyli ko'rinish. Mana shu sharshara bo'ylab tushib ketsak ham bo'ladi menimcha. Ko'ramiz, qani yo'l qidirib bir amallab ketyapmiz. Ha, baklashkalarni to'ldirib olsak ham bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Tik tushishni qaror qilganimiz ham. Qiynalmayapsizlarmi? Yo'l qalay? yaxshi. Salgina boshi qiyin bo'ldi. Keyin ehtiyotkorlikni oshib biz ko'tarib ketmaymiz uka. Qalay bo'lyapti keling. Maza bunaqasi bo'lmagan. Salom, qalay? Sharshara romantik sharshara. Ajoyib. Bu sharsharani video qilib olmasam ko'nglim joyiga tushmaydi dedim. Juda ham chiroyli sharsharaga duch keldik mana. Oh, mazza. Bu sharshara
biz kelgan yo'lgacha chiqadi va katta bir daryochaga aylanadi. Mana shu sharshara bizga balkim yo'l ko'rsatar. Mana shu yo'ldan ketsak bo'lar. Ko'ramiz, bizga qayer qulay keladigan bo'lsa, o'sha yerdan yuramiz. Lekin juda ham ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak ekan. Tog'lar toshi ayrimlari sirg'anchiq va ayrimlari sinayapti. Mana endigina ketamiz deb yo'lga chiqib turgandik. Alpinist bilan birgalikda. Lekin uzoqdan kichkina bir sharsharani ko'rib qoldik. Bir borib ko'raylikchi desak, mana bu sharshara chiqib qoldi mana. Wow. Balandligi bir 25-30 metrcha chiqib qoladi. Mana bu sharsharani qaranglar, mana buni. Ajoyib bu g'aroyib mana. Alpinist bilan birga keldik mana. Tomosha qilib turibdi. Ichiga kirsammikin deydi. Cho'milib olmasa bo'ldi mana. Juda katta kuch bilan tushyapti. Alpinist uvib chiqdi mana. Sharshara bo'ylab ketamizmikin? Uvib ketdingiz.